Asli andijonlikman, lekin hozirda Janubiy Koreyada 14 yildan beri yashab faoliyat olib borib kelyapmiz. Xo'p, hozirgi kundagi Janubiy Koreyadagi faoliyatimizni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, ikki xil yo'nalishda faoliyat olib boraman. Shaxsiy tadbirkorlik va shu bilan birgalikda Koreyadagi O'zbekistonliklar uyushmasi tashkil topgan uyushmamiz bor. Uyushmada rais sifatida faoliyat olib boramiz. Bizning uyushmamiz Janubiy Koreyada O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olgan 100 mingga yaqin vatandoshimiz yashaydi, istiqomat qiladi va albatta hozirga aytgandek fuqaroligi bor bo'lgan har bir vatandoshimiz bizning uyushmamizga o'zini shaxsiy muammolari, qanday bir murojaatlar bo'lsa, o'sha murojaatlarga qo'ldan kelgancha yordam berib keladigan uyushma hisoblanadi. Uyushmamiz tashkil topganiga 6 yil bo'ldi. Tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda bir yilda yo'q deganda 4-5 marta kelaman, sababi tadbirkorligimiz bir qismini O'zbekistonga ko'chirganmiz. Bu imkoniyatlardan foydalangan holda shu o'zimizning vatanga bir manfaatli bo'ladigan ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. Oxirgi vaqtlarda O'zbekistonimizda olib borilayotgan islohotlar shu darajada yaxshi ketyaptiki, bizga o'xshagan chet elda, ya'ni xorijda yashayotgan vatandoshlarimizni fikrini eshitish uchun va ularni vatanimizda tatbiq qilish uchun bunaqangi forumlarni tashkil qilib e'tibor qilinayotgani bu juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Va hozirgi tadbirimizning birinchi qismida ham juda ham kerakli bo'lgan so'zlar, kerakli bo'lgan loyiha, g'oyalar aytildi vatandoshlarimiz tomonidan va albatta bular har bittasi o'zini navbatida vatanimizda amalga oshiriladigan bo'lsa, ancha yana o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman.